Nuriddinning yurak og'rig'ini hech narsa davolay olmasdi. U endi avvalgidek xushchaqchaq va hayotga ishonch bilan qaraydigan inson emas edi. Uning ko'zlarida avvalgi quvonch o'rnini og'ir sukut egallagandi. Bir kuni u uzoqdan sobiq xotinini bir erkak bilan birga ketayotganini ko'rib qoldi. Ammo bu safar uning qalbida na alam, na rashk uyg'ondi. U shunchaki sovuqqonlik bilan qarab turdi xolos. Chunki uning yuragidagi sevgi o'sha mudhish kechaning o'zidayoq so'nib bo'lgandi. Hayot davom etardi. Ammo u orzu-umidlarini kulga aylantirgan o'sha tunni hech qachon unuta olmasdi. Oradan vaqt o'tdi. Bir kuni sobiq xotini ikki qizini yetaklab uning oldiga keldi. Uning yuzida iltijo aralash xavotir bor edi. Men turmushga chiqyapman. Bo'lajak turmush o'rtog'im qizlaringni onangnikiga tashlab kelsang, keyin senga uylanaman dedi. Uyda esa ukamning xotini bolalarga kun bermayapti. Endi ular siz bilan yashashadi dedi u. Shunday deb ikki farzandini otasining bag'riga tashlab ketdi. Nuriddin esa bu safar ham taqdir oldida taslim bo'lmadi. O'sha kundan boshlab u qizlariga ham ona, ham ota bo'lib yashay boshladi. Bir kuni u yana onasining qabri oldiga bordi. Qo'llarini ochib, past ovozda gapira boshladi. Onajon, qarang, men ham siz kabi yolg'iz qoldim. Siz meni hech kimdan kam qilmay, yolg'iz o'zingiz katta qilgan edingiz. Endi men ham nevaralaringizni sizdek mehr bilan tarbiyalayman. Ulardan yaxshi insonlar, odobli va iymonli farzandlar qilib katta qilaman. Nuriddin onasining sovuq tuprog'i oldida qalbidagi barcha dardlarini to'kib soldi. Go'yo yillar davomida yelkasida ko'tarib kelgan og'ir yukdan biroz xalos bo'lganday edi. U qabriston tepaligidan pastga tusha boshladi. Qadamlari avvalgidek og'ir emasdi. Ammo yuragidagi tushunarsiz bo'shliq hali ham uni qiynardi. U qabriston darvozasiga yaqinlashganida to'satdan g'alati bir ovoz eshitildi. Nuriddin joyida qotib qoldi. U bu ovoz qayerdan kelayotganini tushunishga harakat qildi. Qabristonda yosh bolaning ovozi. Nuriddin hayratdan joyida qotib qoldi. Bu ovoz qayerdan kelyapti? Yoki men aqlimdan ozyapmanmi? Shom yaqinlashib kelayotgandi. Bolaligidan eshitib o'sgan. Shom payti qabristonga borish yaxshi emas. Insu jinslar zarar yetkazishi mumkin degan gaplar beixtiyor uning xayoliga keldi. Yuragiga qo'rquv o'rnashdi. Xudo o'zing asra dedi u titragan ovozda. Kalima qaytarib atrofga sergak qaradi. Shu payt yana o'sha ovoz eshitildi. Bu safar aniqroq. Yosh bolaning yig'isi emas, balki holsiz g'inshishi edi. Nuriddin ovoz kelayotgan tomonga qarab asta yura boshladi. Ovoz qabriston qorovulining anchadan beri tashlab qo'yilgan eski kulbasidan kelardi. U ehtiyotkorlik bilan yaqinlashdi. Kulbaning qiyshayib ketgan eski eshigini sekin ochib ichkariga qaradi. Ko'rgan manzarasidan bir lahza nafasi ichiga tushib ketdi. Kulbaning qorong'u burchagida bir ayol bolasini quchoqlab o'tirardi. Qizaloqning yig'lashga ham madori qolmagan, faqat zaif ovozda g'inshib qo'yardi. Nuriddinning yuragidan sovuq o'tdi. Ey Xudo, o'zing asra, bu insonmi yoki xayolmi? U o'zini qo'lga olib ayolga murojaat qildi. Singlim, nega bu yerda o'tiribsiz? Bu joy qabriston ekanini bilasizmi? Ayol xotirjamlik bilan javob berdi. Bilaman. Shuning uchun ham shu yerga keldim. Nuriddin hayrat bilan unga qaradi. Qabriston ekanini bilib bu yerga keldingizmi? Ha, qabristonni ziyorat qilgani kelgandik, kech bo'lib qoldi. Endi shu yerda tunaymiz. Tong otsa uyimizga qaytamiz. Nuriddin ishonmay bosh chayqadi. Singlim, bu kulbada anchadan beri hech kim yashamaydi. Qolaversa bu yer qabriston, bu yerda qanday tunash mumkin? U biroz o'ylanib qo'shib qo'ydi. Mening mashinam bor. Manzilingizni ayting, olib borib qo'yaman. Ayol darrov bosh chayqadi. Yo'q, kerak emas. Nuriddin uning ovozida qandaydir qo'rquv borligini sezdi. Nega? deb so'radi. Ayol
Ko'zlarini yerga tikdi. Erimning rashki yomon. Qaysi erkak bilan kelding deb janjal qiladi. U bilib qolsa, Nuriddinning qoshlari chimirildi. U ayolga, so'ng quchog'idagi holsiz bolaga qaradi. Siz o'zingizni o'ylamasangiz ham bolangizni o'ylang. Unga biror narsa bo'lsa nima qilasiz? Uning ovozida achinish bor edi. Axir, hatto erkaklar ham qorong'ida qabristonga kirishdan qo'rqadi. Siz esa yosh bolangiz bilan bu yerda yolg'iz qolyapsiz. Ayol nima deyishini bilmay qoldi. Bir zum sukut saqladi-da, ko'z yoshlarini to'xtata olmay yig'lab yubordi. Biz hech kimga kerak emasmiz. Boradigan joyimiz ham yo'q, dedi u titragan ovozda. Ishoning aka, ba'zan insu jinsdan ham odamlar ko'proq zarar yetkazar ekan. Endi hech kimga ishonchim qolmadi. U biroz to'xtab, yuragini ezgan dardini so'zlay boshladi. To'g'risini aytsam, erim uyga boshqa ayolni olib keldi. Ikkalasi ichib mast bo'lib qolishdi. Keyin u meni urib, uydan haydab yubordi. Qayerga borishimni bilmay, ancha vaqt sarson bo'lib yurdim. Biror odam sizga nima bo'ldi deb so'ramadi. Ayolning ovozi titrardi. Qabriston yonidan o'tib ketayotganimda shu kulbaga ko'zim tushdi. Bu yerga hech kim kelmasa kerak deb o'yladim, ammo siz kelib qoldingiz. U iltijo bilan Nuriddinga qaradi. Iltimos aka, yo'lingizdan qolmang. Tong yotsin, uyimizga qaytamiz. Ungacha erim ham o'zini bosib olar. Nuriddin ayolga, so'ng uning qo'lidagi holsiz bolaga qaradi. Bir necha yil oldin o'zi ham ishonchdan ayrilgan, qalbi singan edi. Ammo u birovning dardini ko'rib befarq o'tib keta olmadi. Singlim, yomon xayollarga bormang, dedi u muloyim ovozda. Mening ham 2 qizim bor. Men bu gaplarni siz uchun emas, qizingizga rahmim kelgani uchun aytyapman. U bolaga qaradi. Yuringlar. Bugun kechasi qizlarimning yonida yotasizlar. Ertaga esa xohlagan joyingizga ketarsizlar. Ayol Nuriddinga ishonmaslik bilan qarab turdi. So'ng qo'lidagi qiziga qaradi. Qizaloqning holsiz nafas olayotganini ko'rib, ko'zlariga yana yosh keldi. Ayol sekin o'rnidan turdi. Nuriddin qo'lini uzatdi. Keling, menga bering. Ayol bir lahza ikkilandi. So'ng bolasini Nuriddinning qo'liga tutqazdi. Nuriddin uni ehtiyotkorlik bilan bag'riga oldi-da, kulbadan tashqariga chiqdi. Qorong'u qabriston bag'rida endi qo'rquv emas, balki inson mehrining iliqligi sezila boshlagandi. Nuriddin erta tongdan eshik ochilgan ovozdan uyg'onib ketdi. Birov keldimikan degan xayol bilan shoshib o'rnidan turdi-da, tashqariga chiqib ayvondan zinasidan tushayotgan ayolga ko'zi tushdi. Singlim, to'xtang. Qayoqqa ketyapsiz? Hech bo'lmasa bir piyola choy ichib keting, dedi u. Ayol yuzini ro'moli bilan to'sib past ovozda javob berdi. Uyingizdan joy berganingiz uchun rahmat aka. Endi uyimizga qaytaylik. Nuriddin hayron bo'lib unga qaradi. Hali juda erta-ku. Borganingiz bilan eringiz uxlab yotgan bo'lsa kerak. Darvoza oldida o'tirib, uning uyg'onib eshik ochishini kutasizmi? U biroz o'ylanib qo'shib qo'ydi. Men hozir choy qo'yaman. Bolangiz ham och qolgandir. Ayol biroz ikkilanib turdi-da, so'ng dedi. Xotiningiz uyda yo'q ekanlar. Kelib qolsalar noto'g'ri tushunib qolishlari mumkin. Shu payt ayolning qizchasi uyg'onib ketib, onasining ro'molidan tortib yubordi. Ro'mol yerga tushdi. Nuriddinning ko'zi birdan ayolning yuziga tushib, hayratdan qotib qoldi. Ayolning chap ko'zi osti qattiq ko'kargan, yuzi esa zarbadan shishib ketgan edi. Yuzingizga nima bo'ldi, dedi Nuriddin beixtiyor. Uning ovozida achinish va g'azab aralash edi. Sizga biror narsa kerakmi? Dori-darmon kerak bo'lsa, ayol shoshilib qizini yerga qo'ydi va ro'molini olib yana boshiga o'radi. Kecha qorong'ida toshga qoqilib ketgandim, dedi u ko'zlarini olib qochib. Biroz sukutdan keyin past ovozda qo'shib qo'ydi. Hech narsa kerak emas. Rahmat sizga. Bizdan qaytmasa Xudodan qaytsin. Shunday deb ayol tez-tez qadam tashlab eshik tomon yura boshladi. Nuriddin esa uning ortidan qarab qoldi. U bu dunyoda ba'zi yaralar qonatmasligini, ammo qalbdagi og'riq undan ham og'irroq bo'lishini yaxshi bilardi. Kunlar ketidan kunlar o'tib borardi. Nuriddin endi qizlariga ham ota, ham ona edi.
Har tong erta turib ular uchun nonushta tayyorlar, kiyimlarini yuvar, sochlarini tarardi. Katta qizini maktabga, kichigini esa bog'chaga olib borardi. Farzandlari bilan ko'proq vaqt o'tkazish uchun ishga kamroq chiqadigan bo'ldi. Ammo uning yuzidan hali ham qayg'u soyasi ketmagandi. Ko'zlarida o'tgan kunlarning og'rig'i, qalbida esa bitmas yara bor edi. Yakshanba kunlarining birida Nuriddin ayvondan kir yuvayotgan edi. Shu payt darvoza taqilladi. U qo'llarini sochiqqa artib borib eshikni ochdi. Eshik ortida notanish bir ayol turardi. Nuriddin unga qarab xayolidan o'tkazdi. Bu kim bo'ldi ekan? Ayolning yonida kichik qizaloq bor edi. Qo'lida esa ikkita issiq non va kichikroq tog'orachida tayyor ovqat ko'tarib turardi. Uyatchanlik bilan jilmayib muloyim ovozda so'radi. Assalomu alaykum. Meni tanimadingizmi? Nuriddin biroz o'ylandi-da bosh chayqadi. Yo'q. Ayolning yuzida iliq tabassum paydo bo'ldi. Men ko'chada qolganimda uyingizdan joy bergan edingiz. Qabriston qorovulining eski kulbasida tunamoqchi bo'lgan o'sha ayolman. Nuriddinning ko'zlari kattaroq ochildi. Bularni bolalaringiz uchun olib keldim, dedi ayol qo'lidagi narsalarni ko'rsatib. Erkaklar uy yumushlarida biroz qiynalishadi. Xotiningiz ketib qolganini eshitdim. Nuriddin bir lahza nima deyishini bilmay qoldi. Uning nigohlari issiq nonlarga tushdi. Nonning yoqimli hidi unga bolaligini, onasining mehrini va issiq xonadonni eslatdi. Shu payt qizlari ham darvoza oldiga yugurib kelishdi. Ular oq sariqdan kelgan, chehrasida mehr aks etgan bu ayolga qiziqish bilan qarashardi. Katta qizi ayolning qizchasini qo'liga oldi-da ichkariga olib kirib ketdi. Kichik qizi esa katta-katta ko'zlari bilan ayolga qarab dadasidan so'radi. Dada, bu xola kim? Ayol egilib qizaloqning boshini siladi. So'ng mehr bilan yuzidan o'pdi. Bir zumda uning ko'zlaridan yosh oqib tushdi. Men sizlarning xolangizman. Sizlardan xabar olgani keldim, dedi u past ovozda. Nuriddin esa jim turardi. U hali bilmasdi. Ba'zan insonning eng og'ir kunlarida taqdir uning eshigini kutilmagan mehmon bilan qoqar ekan. O'sha kuni Nuriddin Nodirani uyga taklif qildi, ammo ayol boshini chayqadi. Boshqa safar kelarman aka, dedi u. So'ng qizchasini chaqirdi. Qizim, kel, uyga ketamiz. Ammo qizaloq bormayman, dedi-da Nuriddinning qizlariga yaqinlashib, ularning pinjiga tiqilib oldi. Bu holatni ko'rgan Nuriddinning katta qizi Nodiraning qo'lidan ushladi. Xolajon, yana biroz biz bilan o'ynasin, iltimos, ungacha siz kirib dadam bilan gaplashib o'tiring, jon xolajon. Qizaloqning samimiy iltimosi Nodirani ham rad etolmaydigan qildi. U ichkari kirdi. Nuriddin so'rida jim o'tirar ekan, Nodira uning yoniga kelib o'tirdi. Biroz sukutdan keyin u o'z hayoti haqida gapira boshladi. U boshidan o'tgan kunlarni, qalbida yig'ilib qolgan alamlarni Nuriddinga so'zlab berdi. Hozirgi hayot ham oson emasligini aytdi. Erim har kuni ichib keladi. Ba'zi kunlari ko'cha ayollarini ham uyga olib keladi. Bir og'iz gapirsam ham meni urib tashlaydi. Nodiraning ko'zlarida yosh oqardi. Nuriddin og'ir xo'rsinib so'radi. Sizni o'sha odam bilan yashashga nima majbur qilyapti? O'zingizga rahmingiz kelmaydimi? Nodira bir muddat jim qoldi. Rahmim keladi aka, lekin qo'limdan nima ham keladi? U ko'z yoshlarini artib davom etdi. Bu uydan ketsam qayerga boraman? Qizimning taqdiri nima bo'ladi? Men o'zim uchun emas, qizim uchun chidab yashashga majburman. Ayol og'ir nafas oldi. Xullas, men nomiga odamman xolos. Men ancha yillar oldin o'lib bo'lganman. Nuriddin uning so'zlarini eshitar ekan, dunyoda inson qalbini shunchalar og'ritadigan shafqatsiz odamlar borligidan afsuslandi. Nodira ichida yillar davomida yig'ilib qolgan dardlarini aytib bo'lgach, biroz yengil tortganday bo'ldi. Ayvonda qizlar o'ynab o'tirishardi. Nodira borib qizchasining qo'lidan tutdi. Qizim, ketdik. Qizaloq esa yangi tanishgan dugonalaridan ajralgisi kelmay, yig'lay-yig'lay onasining ortidan yurdi. Nuriddin ularning ketishini kuzatardi. U ayolga nimadir demoqchi bo'lib o'rnidan turdi.
Ammo xayoliga kelgan fikrdan so'ng to'xtab qoldi. Bir lahza jim turdi-da, yana sekin joyiga o'tirdi. Ayol ketgach, Nuriddin ancha vaqt jim o'tirdi. Nodiraning so'zlari, ko'zlaridagi alam va qizchasining holati uning xayolidan ketmasdi. Birozdan so'ng u go'yo bir qarorga kelgandek to'satdan o'rnidan sapchib turdi. So'ng darvoza tomon yugurdi. Nodira, to'xtang. U qizchasini qo'liga ko'tarib olgancha tez qadamlar bilan katta yo'l tomon ketayotgan Nodiraning ortidan yugurdi. Erkakning ovozini eshitgan ayol xavotir bilan ortiga qaradi. Nuriddin unga yetib kelib, hayajon bilan dedi: "Nodira, ketmang, iltimos. Biz bilan qoling." Uning nigohida iltijo bor edi. Ammo ayol bosh chayqadi. "Men bunday qila olmayman, Nuriddin aka." Nodiraning ovozi titrardi. "Axir odamlar meni yomon ko'rishadi. Sizni ham gap so'z qilishadi. Men hammasiga chidashim kerak. Balki Xudo menga shu qiyinchiliklarni ravo ko'rgandir. Demak, men shunga loyiqman." Nuriddin uning so'zlarini eshitib og'ir nafas oldi. "Men xotinimni bir marta ham urmaganman. Uning aytgan har bir istagini bajarishga harakat qildim. Uni baxtli qilish uchun borimni berdim." Uning ovozi bir zum titradi. "Ammo u o'z uyimda menga xiyonat qildi." Nuriddin Nodiraga qaradi. "Siz esa unga o'xshamaysiz. Sizning ko'zingizda boshqa dard bor. Men ishonamanki, siz qizlarimga yaxshi ona bo'la olasiz." U biroz to'xtab, iltijo bilan davom etdi. "Iltimos, yo'q demang. Qizingizni ham o'z qizlarimdek ko'raman. Sizga hech qachon xiyonat qilmayman deb va'da beraman." Nodiraning ko'zlari yosh keldi. "O'tmishimchi? Axir mening o'tmishim bor." Nuriddin sokin ammo qat'iy ovozda javob berdi. "Qo'rqmang. O'tmishingizni bir kun kelib yuzingizga solsam, men erkak emasman. Axir siz bu ishlarni o'z xohishingiz bilan qilmagansiz." U chuqur nafas oldi. "Men hamma narsani kechira olaman. Faqat xiyonatni kechira olmayman." Nodira ko'zlarini yerga tikdi. "Nima bo'lsa ham u odam qizimning otasi. Men uning yuziga oyoq qo'ya olmayman. Kechirasiz." Shunday deb Nodira qizchasining qo'lidan ushladi va sekin emas, balki og'ir qaror qabul qilgan inson kabi tez qadamlar bilan yo'lida davom etdi. Nuriddin esa uning ortidan qarab qoldi. U birinchi marta birovni yo'qotishdan emas, balki birovning dardiga yordam bera olmay qolishdan og'riq his qildi. Oradan bir necha kun o'tdi. Bir kuni kechqurun Nuriddin qizlari bilan ovqatlanib o'tirgan edi. Shu payt darvoza ochilib, qo'lida qizchasini ko'tarib olgan Nodira kirib keldi. Uning ahvolini ko'rib, Nuriddinning yuragi uvushib ketdi. Ayolning yuzi ko'kargan, chap qoshi yorilib qon qotib qolgan, ko'ylagining yenglari yirtilgan edi. Nuriddin darrov o'rnidan turib, ayvondan tushdi va uning yoniga shoshib bordi. "Tinchlikmi, Nodira? Yana ichib keldimi?" dedi u xavotir bilan. "U odam bo'lmaydi deb aytdim-ku sizga. Urib o'ldirib qo'ygunicha u bilan yashayverasizmi? Nahotki yashashga umidingiz qolmagan bo'lsa?" Nodira ko'z yoshlarini to'xtata olmay, boshidan o'tgan voqeani so'zlay boshladi. "Qaysi go'rdan o'ris xotinni topib kelibdi?" Uning ovozi titrardi. "O'lib ketmaysanlarmi deb ichkariga kirib ketdim. Qizimni ovqatlantirayotgan edim, ortimdan xonaga kirib keldi." Nodira og'ir xo'rsinib davom etdi. "Mol ekanligingni yana bir marta isbotlading. Uyga mehmon kelganini ko'rib salom bermay ichkariga kirib ketding. Ota-onang tarbiya bermagan darbadarsan. Sen haromini yo'q qilmasam odam emasman" deb uyni boshiga ko'tarib baqirdi. "O'ynashingga salom berishim shart emas" dedim. Nodiraning ovozi qaltiradi. "Nima deding?" deb baqirdi. Jahlidan yuzi qiyshayib, og'zidan tupigi sochildi. Uning qilgan harakatlaridan qizim qo'rqib ketdi shekilli, oyog'imga yopishib yig'lay boshladi. "Bas qil, chirillama dedim senga, ovozingni o'chir." U avval boshini changalladi. So'ng qizimga qo'l cho'zib, uni ko'tarib xona burchagiga uloqtirib yubordi. Qizim yerga vaq etib tushdi-da, bir lahza qotib qoldi. "Qo'ling sinsin, bolamni o'ldirding" deb yugurib bordim. Uni qo'limga olib yuziga urdim. Shunda qizim o'ziga kelib, chirqirab yig'lab yubordi.
Nodira yig'lab boshini quyi soldi. Qanjiq, hali men senga qotil bo'ldimmi? Ko'rsatib qo'yaman qotil qanday bo'lishini deb sochimdan tortib tepkilay boshladi. Qancha urganini bilmayman. Biroz sukut saqladi. Faqat tashqaridan o'sha ayolning tuyg'un tigidje degan ovozini eshitgancha to'xtadi. Nodira ko'z yoshlarini artib davom etdi. Sassiq qo'llaring bilan tayyorlagan ovqating boshingdan qolsin, itdan tarqagan haromi deb tishini g'ichirlatib chiqib ketdi. Ular darvozadan chiqib ketishini kutib turdim. Keyin kerakli narsalarimizni oldim-da bu yerga keldim. Siz xavotir olmang, ertaga ketamiz. Nuriddin biroz jim qoldi. So'ng qat'iy ovozda dedi: "Shu yerda yashayveringlar." Nodira hayron bo'lib unga qaradi. "Qizlarimga qarab yursangiz bo'ldi. Onamning xonasi bo'sh. Xohlasangiz o'sha yerda, xohlamasangiz qizlarimning xonasida yashaysizlar." Nuriddin qizchani asta Nodiraning qo'lidan oldi. Endi bu bola yana qo'rqib yashamaydi. U Nodira va qizchasini onasining xonasi tomon boshlab kirdi. Nuriddinning qizlari esa hali ham nima bo'layotganini tushunmay, ularning ortidan ichkariga kirishdi. Nodira Nuriddinning qizlariga o'z farzandlaridek mehr bilan munosabatda bo'ldi. U bu uyga kelganidan so'ng bir vaqtlar sovuq va sukutga to'lgan xonadon yana iliqlashib borayotganini Nuriddin his qila boshladi. Qizlarining kulgisi, uydagi mehr va Nodiraning samimiyligi uning qalbidagi bo'shliqni asta-sekin to'ldirayotgandek edi. Ammo birinchi xotinining xiyonati qoldirgan yara hali ham bitmagandi. U ba'zi kechalar o'tmishni eslab jimgina o'tirardi. Bir kuni kechqurun sobiq xotini qo'ng'iroq qildi. U yig'lar, bolalarini sog'inganini aytib, ularni ko'rish uchun olib kelishini yolvorardi. Ammo Nuriddinning ovozi sovuq va qat'iy edi. "Sen bu oilaning sharafini o'tkinchi ehtiros uchun sotding. Qizlaringdan voz kechding. Sen buzi uchun o'sha kuniyoq o'lgansan. Endi menga boshqa qo'ng'iroq qila ko'rma." Shunday deb telefonni o'chirdi. Oradan bir oy o'tgach, qishloq oqsoqollari va qizlarining qilgan ishidan bosh ko'tara olmay qolgan qaynota qaynonasining roziligi bilan Nuriddin Nodiraga uylandi. Nodira nafaqat mehribon rafiqa, balki Nuriddinning ikki qizi uchun ham haqiqiy ona bo'ldi. Qizlar ham uni asta-sekin o'z onalaridek qabul qilishdi. Uyda yana mehr, baraka va xotirjamlik paydo bo'ldi. O'sha mudhish kechadan 8 oy o'tgandi. Bir kuni ertalab Nuriddin ishga ketishidan oldin hovlida qizlari bilan o'ynab o'tirardi. Shu payt uning nigohlari darvoza oldida turgan ayolga tushdi. Bir lahza uning yuragi siqildi. Bu soya. 8 oy oldin o'zining puch orzulari va noto'g'ri tanlovi ortidan bu uydan chiqib ketgan o'sha ayolning soyasi edi. Ayol darvozaga suyanib turardi. Ko'zlarida yosh, yuzida esa qattiq pushaymonlik aks etardi. Nuriddin sekin uning oldiga chiqdi. Ayol uni ko'rishi bilan yugurib keldi va o'zini uning quchog'iga tashlamoqchi bo'ldi. Ammo Nuriddin qo'llari bilan uni to'xtatdi. "To'xta." U ayolni o'zidan uzoqlashtirdi. "Sen bu uyga qaysi yuz bilan kelding?" Uning ovozi og'riq va g'azabga to'la edi. "Qo'lingni menga tekkizma. Chiq bu yerdan." Ayol yig'lab yubordi. "Dadasi, meni kechiring." Uning ovozi titrardi. "Men xato qildim. U odam menga xiyonat qildi, keyin ko'chaga haydab yubordi." Ayol ko'z yoshlarini artib davom etdi. "Endi boradigan joyim yo'q. Siz va bolalarimdan boshqa hech kimim qolmaganini tushundim." U qo'llarini birlashtirib iltijo qildi. "Sizlardan boshqa meni hech kim sevmasligini angladim. Iltimos, meni kechiring." Nuriddin sobiq ayolga sovuq nigoh tashladi. "Men shu vaqt ichida ko'p narsalarni tushundim", dedi u og'ir ovozda. "Xiyonat kechirilishi qiyin bo'lgan narsa. Sen nafaqat meni, balki bolalarimizning kelajagini ham o'zingning o'tkinchi hislaring yo'lida qurbon qilding." Ayolning ko'zlarida yosh oqdi. "Hech bo'lmasa bolalarim bilan ko'rishib, ularni bir marta quchoqlab olishimga ruxsat bering", dedi u titragan ovozda. Shu payt uy ichidan Nodira chiqib keldi. Uni ko'rgan qizchalar yugurib borib qo'llaridan ushlashdi. "Oyijon." Bu birgina so'z sobiq ayol uchun eng og'ir zarba bo'ldi.
U o'z o'rnini allaqachon boshqa bir inson egallaganini angladi. Nuriddin yuzini undan o'girdi. Bu yerdan ket. Uning ovozi qat'iy edi. Bu uy endi sening emas. Bu xonadonda bolalarimga mehr, sadoqat va vafoning qadrini biladigan ona bor. Ayol bir zum qotib qoldi. So'ng ko'z yoshlari bilan dod solgancha eshik tomon yurdi. Nuriddin esa uning ortidan eshikni sekin yopdi. U bir muddat jim turdi. So'ng Nodiraning yoniga keldi. Dadasi, o'tmishni o'tmishda qoldiraylik, dedi u muloyim ovozda. Chunki bizning sevgimiz o'tgan alamlardan kuchliroq. Lekin bolalarni onalari bilan ko'rishib turishlariga to'sqinlik qilmang. Axir ularning qalbida ona mehriga ham ehtiyoj bor. Nuriddin jim qoldi. U Nodiraning qalbi daryoligini yana bir bor his qildi. Tun kirdi. Qishloq sekin uyquga ketdi. Nuriddinning uyida esa bir vaqtlar xiyonat yoqqan qorong'u chiroq o'rnida sadoqat va mehr nuri porlardi. U osmonga qaradi. Yulduzlar orasidan go'yo birinchi marta unga iliq tabassum bilan qarayotgan onasining nurli qiyofasini ko'rgandek bo'ldi. U endi bir haqiqatni anglagan edi. Xiyonat bilan bir lahzada inson hayotini vayron qilishi mumkin. Ammo sadoqat, mehr va pok qalb yillar davomida qurilgan eng katta boylikdir. Ba'zan inson haqiqiy gavharning qadrini anglash uchun taqdirning og'ir sinovlaridan o'tishiga to'g'ri keladi. Chunki xiyonat oilani vayron qilishi mumkin, ammo haqiqiy insonning irodasini sindira olmaydi. Nuriddin pochchaning hikoyasini tinglar ekanman, ko'zlarimga to'lgan yoshni to'xtata olmadim. Hayot insonni ba'zan og'ir sinovlardan o'tkazar ekan. Lekin har bir inson baxtga, mehrga va hurmatga munosib ekanini yana bir bor his qildim. Nihoyat Nodira opam ham o'z baxtini topganidan, Nuriddin pochchadek mehribon va oqil insonni uchratganidan chin dildan xursand bo'ldim. Nodira opam tayyorlagan mazali palovni tanovul qilib bo'lgach, hammamiz mashinaga o'tirib yo'lga chiqdik. Yo'lda borarkanman Nodira opamning yuzidagi xotirjamlikka qarab, uning qancha og'ir kunlarni boshdan kechirganini o'yladim. Oyim Nodira opamni ko'rib juda quvondi. Ularning uchrashuvi juda iliq va samimiy o'tdi. So'ng hammamiz tog'amning uyiga bordik. Men uni avval qahri qattiq, gapi og'ir inson sifatida bilardim, ammo bu safar uning ko'zlarida boshqa bir insonni ko'rdim. U Nodira opamni ko'rib, ko'z yoshlarini to'xtata olmadi. "Qizim, agar kechira olsang meni kechir", dedi u titragan ovozda. Bu so'zlarda yillar davomida yig'ilib qolgan pushaymon, alam va afsus bor edi. Nodira opam biroz jim turdi. O'tgan ishlarni qaytarib bo'lmaydi. Lekin inson xatosini anglab to'g'ri yo'lga qaytsa, bu ham katta narsa, dedi ko'zlarida yosh bilan. O'sha kuni men bir haqiqatni angladim. Ba'zan inson baxtini yo'qotganida emas, balki uni qayta topganida kuchli bo'ladi. Xiyonat ko'p narsani vayron qilishi mumkin, ammo mehr, kechirim va pok qalb inson hayotini yana qaytadan qurishi mumkin.